Assalomu alaykum. Hop, kecha ishlagan testimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Birinchi bo'lib, test ishlashdan avval har doim birinchi betiga, muqovasiga e'tibor berishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki ko'pchiliginglar qilgan va odatda ko'p uchraydigan xatolarni qilmaslik uchun maslahatlarni o'zi tayyor berib qo'ygan bo'ladi odatda. Va bular doimiy qaytariladigan gaplar. Masalan, birinchisida aytibdi, read each question carefully before you begin answering it. Har bitta savolda e'tibor bilan o'qib chiqing. Nima so'rayotganini aynan bilib, keyin javob bering. Vaqtni so'rasa tezlikni topib, tezlikni so'rasa masofani topib javob berib qo'ymang, deyapti mana yerda. Keyingisida bitta savolga juda ko'p vaqt sarflab yubormang. Bilmayapsizmi? Tashlab ketib boshqasiga o'ting, deyapti. Har bitta savolga hech bo'lmasa harakat qilib ko'ring. Javob topolmasangiz ham ishlaganingizdan keyin yana bir marta tekshirib chiqing. To'g'rimikin yo xato qilib qo'yganmikinsiz shoshilib? Nimadir qolib ketmaganmikin? Tekshiring, deyapti. Va oxirgisida aytyaptiki, har doim o'sha yechimga kelish jarayoningizni ham yozib keting. Javob masalan hisoblashlardan keyin 50-60 chiqqan bo'lsa, u 60 qayerdan keldi? Masalan, shartda bergan ma'lumotlardan qanaqa hisoblashlarni bajarib olib kelganingizni ko'rsating, deyapti. Hop, endi savollarni boshlaydigan bo'lsak, birinchisida aytibdi, Edward uyidan Londonga 80 mil masofaga boribdi. U yo'lda do'sti Nikolani uyida to'xtab o'tibdi. Harakat grafiki keltirilgan, debdi. Endi birinchi savolda so'rayaptiki, Edward Nikolani oldiga yetib borganda uydan qancha uzoqlikda edi, debdi. Video darsni ko'rgan bo'lsanglar, unda aytgandi, mana vaqt o'tgani sari bu tarafga, vaqt shu tarafga yuradigan bo'lsa, bu masofani o'zgarishi bo'lyapti. Vaqt o'tgani sari masofa ham ortsa, demak, mana bu qismda Edward bir tekisda harakatda bo'layotgan. U Nikolani oldida to'xtab o'tgan joyini topish uchun vaqt o'tganda ham masofa o'zgarmay qolishi kerak. Shunaqa joy qidiramiz. Bu mana masofa chiqadi. Shu oraliqda to'xtagan. Endi bizdan so'ralayotgan savol, o'sha to'xtaganda Nikolani uyga yetganda o'zini uyidan qancha masofa uzoqlikda edi? Distance bu tarafda bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'xtagan joyi to'g'risiga boradigan bo'lsak, javob 40. O'zi grafikni o'zida ko'rinib turibdi. 40 mayl uzoqlikda ekan. Endi ikkinchi savolda Edward how long, qancha vaqt to'xtab o'tdi deb so'rabdi. Birinchi savolga ko'pchilik to'g'ri javob bergan, lekin ikkinchisida to'g'ri javob topib, to'g'ri yozolmaganlar ko'p ekan. Vaqtni yozishni o'rganishimiz kerak ekan. U to'xtashni soat 10 da to'xtagan bo'lsa, 12 bilan 11 o'rtasida, 11:30da yana harakatni boshlab ketdi bu yerda. Demak, 10 dan 11:30gacha 1,5 soat to'xtagan, lekin o'sha 1,5 soatni ma'lum ko'rinishda yozish kerak. Yo 1 hour 13 minutes deb yozish kerak, xuddi shu bilan bir xil qilib. Yoki agar yozsanglar 1.5 hours
deb yoziladi. Birdan kattasiga hammasiga s qo'shimchasi qo'shiladi. Eng yaxshi variant shu 1 hour 30 minutes varianti. Hop, ikkinchisi. Bu yerda 90 minutes 90 minut deb bersanglar ham to'g'ri olinadi menimcha. Faqat yozganda grammatik xatolarga hushyor bo'lamiz. Hop, ikkinchisida Ellini uyiga borib, do'stini uyiga borib qaytishning grafik tasvirlangan ekan. Endi shunga qarab javob berishimiz kerak ekan. Elli qachon uydan chiqib ketdi? Uydan harakat boshlagan, demak, harakat boshlagan vaqtni topsak, mana bu nuqtadagi o'sha vaqt uni uydan chiqib ketgan vaqti bilan bir xil bo'ladi. 9:00 bilan 9:10 o'rtasi bo'lgani uchun 9 dan 5 minut o'tgan vaqt bo'ladi. Elli do'stini uyiga borish uchun uydan qanchalik uzoqqa bordi? Distance'ga shunchaki qarasak bo'ldi. 0 dan boshlanyapti-da. Do'stini uyida to'xtagan joyga qarasak 8 kilometr uzoqlikda turibdi. Bu yerda ham kilometr, bu yoqda ham kilometr. Demak, 8 ni o'zini yozsak bo'ldi ekan. Birliklarga ham e'tibor beramiz. Bittasi metr, bittasi kilometr bo'lsa, aylantirib qo'yish kerak. Bu yerda yaxshi, ikkala ham bir xil bo'laydi ekan. Uchinchisi, u do'stini uyida qancha vaqt qoldi debdi. Yana o'sha grafikda videoda aytilganidek bunaqa qiyshiq chiziqlar harakat qilishni bildirsa, gorizontal chiziqlar bunaqa grafikda to'xtab turgan vaqt davomiyligini bildiradi. Shunda mana bu nuqtada u harakatdan to'xtagan, shu chiziq vaqt davomida to'xtab turganda shu yerda yana ortga qaytib ketgan. Bu ikkala nuqtani to'g'risiga olib keladigan bo'lsak, 9:20 da to'xtagan, 9:30 bilan 9:40 o'rtasida 9:35 da yana harakatni boshlagan. 9:20 dan 9:35 gacha bo'lgan vaqt 15 minut. Bunaqa javoblarni aynan shu holatda qabul qilinadi. Boshqacharoq varianti odatda qabul qilinmaydi sonli javoblarni. Shu bilan bir xil bo'lishi kerak. Javob yozayotganda yana shu birliklarga e'tibor beramiz. Bu yerda minutda so'ragan, soatda yozsangiz xato bo'ladi. Bu yerda kilometrda so'ragan, metrga aylantirib yozib qo'ysangiz xato bo'ladi. Qaysidir nollari, qaysidir raqamlari qolib ketsa ham xato bo'ladi. Ball umuman berilmaydi. Endi uchinchisida yana shu grafik berilgan. Jozef qachon uydan chiqib ketdi, qachon harakatni boshladi degan savol bilan deyarli bir xil. Chunki uydan boshlab harakatlangan, mana yerda yozilganda. Mana bu nuqtada harakatni boshlagan bir xil tezlik bilan. Bu nuqta 14:00 bilan 14:20 o'rtasiga to'g'ri keladi. 14:10 bo'ladi. Javobni shu ko'rinishda berish kerak. To'g'ri javobni topib ham xato yozilganlarni ko'p ko'rdim. Masalan, 2:10 qilib qo'ygansizlar. Bu vaqtni bunaqa usulda berish xato. Noaniq bo'lib qoladi. 2:10 kechasimi, kunduzgi 2:10 mi? AM, PM degan narsalar shuning uchun kiritilgan. Asli shunda ham noaniqroq bo'lib qoladi. Eng yaxshi variant mana grafikda vaqtni qaysi usulda berilgan bo'lsa, xuddi shu usulda yozish kerak javobga ham. 24 soatli formatda yozdim, javobimiz ham 24 soatli bo'lsin.
Endi ikkinchi savolda Jozef 11:30da uydan qancha masofa uzoqda edi debdi. Buni topish oson. Grafikni o'qishni bilsak bo'ldi. Buning uchun 11:30 ni topamiz avval. Mana vaqt o'qidan 11:30 20 bilan 40 o'rtasida bo'lsa, endi shu nuqtadan katak bo'yicha tikka chiziq o'tkazamiz. To grafik bilan kesishguncha. Grafik bilan shu nuqtada kesishdi. Endi aynan o'sha vaqtdagi uygacha bo'lgan masofani topish uchun shu nuqtadan boshlab endi chapga yuramiz. Aynan o'sha soatdagi uygacha bo'lgan masofa chiqadi o'shanda. 10 kilometr uzoqlikda ekan. Javob 10 kilometrni biz yozib qo'ygan. Keyingi savolda Jozef do'stini uyida qancha vaqt qoldi debdi. Do'stini uyida yana o'sha holat, harakat to'xtatgan vaqti mana 11:40, yana harakatni boshlagan vaqti 15:00. Oradagi vaqt 20 minut bo'lyapti. Bu yerda ham minutda so'ragan, demak 20 yozsak yetarli. Jozef to'liq qancha masofaga sayohat qildi? Mana total deganiga e'tibor beramiz. Hammasi bo'lib qancha masofani bosib o'tdi deyapti. Shunga e'tibor bermasdan ko'pchilik xato qilib qo'ygan. 15 yozib. U do'stini uyigacha 15 kilometr bordi. 20 minut qoldi. Keyin yana qaytib 15 kilometr masofa bosib o'tib, uyga qaytib keldi. Jami bo'lib 30 kilometr masofa yurdi. Shuning uchun ham javob 30, 15 emas. To'rtinchisida yana bitta grafik. Bu qish chiziq yurilgan masofani bildiradi. Gorizontal chiziq to'xtab turilgan joyi, yana yurgan, yana to'xtab turgan. Endi bizdan so'ralayotgan savol 8:00 da u uydan Bristoldan qancha masofa uzoqda edi? 8:00 ni topamiz grafikdan. Xuddi shu nuqtadan tepaga chiziq o'tkazamiz. Grafik bilan kesishgan nuqtasidan endi chapga yuramiz. Yurganimizda qaysi nuqtaga borsa, o'shancha masofa uzoqlikda bo'ladi. 20 bilan 10 ni o'rtasiga to'g'ri kelyapti. Bu 10 maylga to'g'ri keladi. Javob 10. 9:00 dan 9:30 gacha nima bo'lgan deyapti. To'xtagan, harakatlanmagan, dam olgan degan javoblar hammasi qabul qilinar ekan. Endi C da birinchi 2 soat uchun ani tezligini hisoblang deyapti. Birinchi 2 soat 7 da boshlagan bo'lsa 9 gacha bo'lgan vaqtdagi tezligini hisoblang ekan. Tezligini topish formulasi bizda bor edi. S emas. V teng S taqsim T degandek o'zimizda formula bo'yicha. Bu speed demoqchi bo'lgan shekilli o'zini yechimida. Va tezligida S masofa T vaqt edi. S masofamiz shu 2 soat ichida bosib o'tilgan masofa 0 dan 20 gacha 20 kilometr. Vaqtimiz o'zi aytib turibdi 2 soat. 20 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 10 mile/hour chiqadi. Shu joylarga ham e'tibor berib qo'yamiz. Mailni soatga bo'ling degani bu. Vaqtni soatda oldim, masofani mailda oldim, demak hammasi to'g'ri. Mile per minute deganda minutga o'tkazib olgan bo'lardim masalan. Hozir javob 10. 5-inchisi Henry 100 metrni qancha vaqtda bosib o'tdi deb so'rayapti. How long? Qancha vaqt ketdi degan ma'noda so'rayapti. 100 metr masofani avval topib olamiz. O'zi grafik 100 metrgacha borgan ekan.
Henry'ning grafigi mana edi. Bunisi edi o'zi berilishi bo'yicha 100 metr masofaga to'g'ri boramizda. Endi chapdan boshlab mana kesishgan nuqtasidan endi pastga tushamiz. 100 metr masofagacha ketgan vaqt chiqadi o'shanda. 0 dan boshlab 20 gacha ketgan vaqt 20 sekund. Shunchaki 20 ni yozib qo'yamiz, o'sha javob. Boshqachasi qabul qilinmaydi. Endi Henry'ni o'rtacha tezligi qancha debdi. Tezligini topish uchun yana masofani vaqtga bo'lardik. Masofamiz 100 metr, vaqtimiz 20 sekund chiqdi. Bo'lsak 5 degan javobni olamiz. 5 meters per second debdi. Sekundiga 5 metr. Vaqtni sekundda oldik, masofani metrda oldik. Demak, hammasi to'g'ri. Endi boshqa Helen degan bola 16 sekundda 100 metr bosib o'tibdi. Shuni grafikini chizib bering deyapti. Bu javobni chizib qo'yilgan o'zi tayyor. 16 sekundda 100 metr masofaga yetib borish kerak. 0 dan boshlab shu ikkala nuqtani birlashtirib qo'ysak, ikkinchi grafikni chizgan bo'lamiz. Chizing deyaptimi? Javobni chizish kerak. Boshqa hech qanaqa javob aslida to'g'ri bo'lmaydi. Yozganingiz, mana yerda boshlab, mana yerda tugatadi deganingiz to'g'ri javob hisobga olinmaydi. Chizishni so'raganda chizish kerak, yozish so'raganda yozish kerak. Birinchi 30 minutdagi Androidning tezligini toping debdi. Yana 30 minut topamiz. Time in minutes degani uchun, demak 30 da shu nuqtadan tepaga chiqib boramiz grafik bilan kesishguncha. Kesishgan nuqtadan chapga yuramiz. Masofani topiladi bunda. 10 ga to'g'ri kelyapti. Kilometrda bergan ekan. Demak, masofamiz 10 kilometr. Vaqtimiz 30 minut. Endi bizdan so'rayaptiki, tezligini kilometr taqsim h degani, h degani hour degani soat. Masofamiz kilometrda, lekin vaqtimiz minutda. Buni hourga o'tkazib olishimiz kerak, soatga. 30 minutimiz yarim soat bo'ladi. 0.5 hour bo'ladi. Endi buni bo'lsak, to'g'ri javob olish mumkin. 10 ni mana 0.5 ga bo'lsak 20 degan javob chiqadi. 20 kilometr taqsim soat. Keyingisida grafikni davom ettirib qo'ying degan, chunki orqa chizilmaganda savolda. Qirq minut to'xtab turgan bo'lsa, mana keyin 40 tezlikda qaytgan bo'lsa, oxiriga yetkazib qo'yish kerak edi. Aynan shu holatda shu nuqtaga qo'yib chizgan bo'lsangiz to'g'ri hisoblanadi, bo'lmasa xato. 40 tezlikda yurgan bo'lsa, 10 kilometrdan 15 minut vaqtda qaytib kelish kerak ekan. 70 da qaytish boshlagan bo'lsa, 85-minutda uyiga qaytib kelgan bo'lish kerak. Xuddi shunaqa qilib chizgan bo'lsangiz to'g'ri. Yettinchi savol aslida Rebekaga uyidan o'yin maydonchasiga borishga qancha vaqt ketdi deb so'rabdi. Mana grafikni yaqinlashtirib qarasak, 11:00 da 11:05 gacha bo'lgan joyi 10 tekadakka bo'lgan. Demak, 2 tekadak 1 minutga to'g'ri kelyapti. 11:05 dan 2 tekadak chaproqda 11:04 da harakatni boshlagan. 11:10 da yetib borgan. Demak, oradagi vaqt
11:04dan 11:10gacha bo'lgan o'tgan vaqt 6 minut. Javob ham minutda so'rabdi. Bu yerda demak biz 6 yozib qo'ysak yetarli. Rebeka parkda qancha vaqt dam oldi debdi. Dam olganda demak u harakatlanmasdan turgan. Biz bu yerdan gorizontal chizig'ini qidirishimiz kerak. Mana bu chizig'ni. Bu dam olishni 11:10da boshlabdi. Dam olish to'xtagani 11:15da to'xtatdi. Demak, oradagi vaqt 5 minut. 5 minutes. Javobga 5 yozib qo'ysak yetarli, chunki minutda so'ragan. Eng qiziq savollar, mana eng qiziq javoblar 7-savolni C'sida keldi. Savollar so'rayapti. Uydan o'yin maydonchasiga ketayotganda tezroq yurganmi yoki mana shu joyda yoki maydonchadan uyga qaytayotganda tezroq yurganmi? Nima uchunligini tushuntirib bering degan. Sizning javobingiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Birinchisi, maydonchaga ketayotganda birinchi holatda tezroq yurgan. But why desa, nima uchun desa, chunki unda tezroq yurgan deb javob berib qo'ygan ko'pchilik. Kimdir yana hisoblagan tezlikni har bitta holat uchun 6 minutda 9 metr bosib o'tgan bo'lsa, keyingisida o'sha masofani ko'proq vaqtda bosib o'tibdi deb. U nisbatan to'g'riroq. Sababiga yana o'zini qaytarib qo'ygandan ko'ra, lekin darsda e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu chiziq qanchalik steeproq bo'lsa, mana so'zni ko'rgan bo'lsa, steep degani tik degani. Qanchalik tikkaroq chizilgan bo'lsa, tezlik shunchalik baland degani. Qanchalik yotiqroq, gorizontalga yaqin bo'lsa, shunchalik tezlik sekin degani. Mana umuman gorizontal bo'lib qolsa, tezlik 0 ga teng, to'xtab turibdi degani. Mana ham aytgan javobda line is less steep, therefore it's slower. U keyingi chiziq yotiqroq, shuning uchun ham u sekinroq tezlikni bildiradi degan javob ham bo'ladi, qabul qilinadi yoki hisoblangani ham yetib borishga 6 minut ketgan, qaytishga 12 minut ketgan, demak birinchisi tezroq desa ham ikkala javob ham to'g'ri. Lekin nima uchun desa, yana o'sha gap qaytarib yozib qo'yishingiz umuman xato bo'ladi, grammatik jihatdan, mantiqiy jihatdan. Bunisida hamma javobi to'g'ri ekan. Bunga javob berganlarning hammasining javobi to'g'ri ekan, faqat ba'zilar mana bu bilan almashtirib qo'ygan xolos. So'zlarga qarab turib moslashtirishimiz kerak ekan. Bir xil tezlikda harakatlanib ketgan joyiga, masalan, uyga qaytayotgani uchun masofa bir xilda kamayib ketgani to'g'ri keladi. Uydan chiqib ishga ketayotganda masofa ortishi kerak, uygacha bo'lgan masofa. Bunda bir xilda ortib ketgan joyi to'g'ri keladi. Shuni almashtirib qo'ymasanglar, qolganini to'g'ri topgasizlar. 9da oxirgi qismda mana 70 dan 100 gacha bo'lgan. Mana bu 70 dan 100 gacha bo'lgan vaqtdagi tezlikni hisoblang debdi. Bu tezlikni topish uchun yana masofani vaqtga bo'lamiz. Bosib o'tilgan masofa boshlanish holatda 60 km uzoqlikda edi, oxirgi holatda 80 km uzoqda ekan. To'g'risiga chizsak masofalar chiqaveradi. Demak,
Bosib o'tilgan masofa 20. 20ni endi ketgan vaqtga bo'lamiz. 70 dan 100 gacha ketgan vaqt 30 minut, lekin bizda miles per hour so'rayapti, soatda. 20 kilometrni soat 30 minutni soatga aylantirib 0,5 yarim soatga bo'lishimiz kerak. Shunda javob 40 chiqadi. 40 miles per hour bo'ladi. Bizda circle the part of journey that train travels fastest deyapti. Eng tez harakatlangan joyi mana qilib yumaloq qolib belgilang deyapti. Yumaloq qolish uchun tizma kerak. Shunchaki yozib qo'yishingiz javob bo'lmaydi. Tizmada yumaloq oling dedim, yumaloq qolib belgilang. Shundagina javob bo'ladi. Eng tez harakatlangan joyni qayerdan topamiz desak, yana o'sha eski qoidaga binoan mana bu qiyshiq chiziqlarning ichida eng tezi eng tikkaroq chizilgani bo'ladi. O'rtadagi qism boshqalarga nisbatan tikkaroq, steeproq bo'lgani uchun o'rtadagi qism eng tez degan gap yozsangiz, C ga javob berib qo'ygan bo'lasiz. Chunki C da nima uchun deb so'ragan. 10-sida qaysi qism qaysi gapga mos keladi chizib ko'rsatib berish kerak ekan. Uydan restoranga harakatlangan qismi birinchisiga, restoranda 2 soat qolib ketgan ikkinchi qism mana bu to'xtagan joyiga, uyga qaytgani bu qismga to'g'ri keladi deb chizib ko'rsatib berish kerak ekan. Chizmasanglar javob bo'lmaydi, hisobga olinmaydi. Chizing degan joyda albatta chizish kerak. Birda Roy nechida harakatni boshlagan deb so'rayapti. Ayni tekst 2 da boshlamabdi, lekin nechidaligini bilish uchun sanaymiz kadakchalarni. 2 dan boshlab 3 gacha bo'lgan masofada 1 2 3 4 5 6 ta kadak turibdi. Demak, oradagi 1 soat vaqt 6 ta kadakka to'g'ri kelsa 60 minutimiz. Bitta kadak 10 minutdan masofani bildirar ekan. 10 minutdan vaqt o'tganini bildirar ekan. 2:00 dan keyin bitta kadak nariroqda turibdi. Demak, 2:10 da harakatni boshlagan, 2:00 da emas. Javob 2:10 PM bo'ladi. PM yozmasangiz ham xato. Qanaqa formatda yozishga ikkilansangiz, grafikni o'ziga qarang. Grafikda qaysi formatda yozgan bo'lsa vaqtni, xuddi shu formatda yozing, xato bo'lmaydi. PMni bittalab yozib chiqibdimi, siz ham yozing. Javobni aniq qilib bering. Ikkinchi savolda dam olgani qancha vaqtga to'xtabdi? 2:50 da to'xtagan payti deb so'rabdi. 2:50 degani 3 dan 10 minut oldin bo'lsa, mana shu joyga to'g'ri keladi. To'g'risiga boradigan bo'lsak, mana shu yerda to'xtagan. Qancha vaqt davomida to'xtadi? 1 2 ta kadakka uzunligiga teng vaqt. Bitta kadak 10 minutga to'g'ri keladigan bo'lsa, boyagi holatimizga qarab 2 ta kadak 20 minutga to'g'ri keladi proporsiyada. Demak, vaqtimiz 20 minut. Endi Royni uyiga qaytishdagi o'rtacha tezligini hisoblang debdi. Shu joyda ko'pchilik xato qilgan. Birliklarni o'tkazishda xato bo'lgan. Hop, birinchi Roy qachon harakat boshlagan topaylik. Harakat boshlagan nuqtadan to'g'ri pastga tushsak, soat nechida boshlagan chiqadi? 4 dan 10 minut oldin 3:50 da boshlaganda va 5:00 da uyga kirib kelgan. Demak, vaqtimiz 1 soat 10 minut o'tgan.
degani 70 minut. Bosib o'tilgan masofa ham 70 kilometr, chunki 70 kilometr masofadan 0 gacha kelgan. Shunda tezlikni topadigan bo'lsak, 70 ga 70 ga bo'lish kerakmikin deb ko'pchilik adashib qolgan. S taqsim T deb. Lekin bizda kilometr taqsim soatda so'rayapti, kilometr taqsim minutda emas. Buni kilometr taqsim soatda chiqarish uchun vaqtimizni soatga o'tkazib olishimiz kerak. 70 minut. Minutni soatga aylantirish uchun o'sha sonni 60 ga bo'lamiz. Shunda vaqtimiz 70 taqsim 60 soat bo'ladi. Masofamiz 70 kilometr. Endi shu kattaliklarni bo'ladigan bo'lsak, tezligimiz kilometr taqsim soatda chiqishi mumkin. Bo'lib ko'ramiz. Va teng S taqsim T. Va teng S taqsim T. Hop, S o'rniga 70 yozamiz. T o'rniga 70 taqsim 60. 70 ko'paygan 70 dan 60 bo'lib qoladi. Kasr aylanganda bular qisqarib ketsa javobga 60 km/h chiqadi. Shunda javobimiz 60 ni o'zi bo'ladi. Kilometr taqsim soatda so'ragani uchun. Yana bitta chalg'itadigan holat, total distance so'rayapti mana edi. Ro'y bosib o'tgan jami masofani toping deyapti. Borishga 70 km, qaytishga 70 km masofani bosib o'tgan jami bo'lib 140 km. 12-savolda A'sida chizing debdi grafikini. Ko'pchilik to'g'ri chizgan, deyarli hamma. Tezligini, vaqtini, qancha vaqt o'tganini bergandan keyin chizish oson. Endi ko'pchilik xato qilgan joyi uyga qaytishdagi o'rtacha tezligi qancha bo'lgan deb so'rabdi. Uyga qaytayotganda uygacha bo'lgan masofa kamaygan, demak mana bu qism. Tezlikni topish uchun masofani vaqtga bo'lamiz. Buning uchun masofa bilan vaqt topib olamiz. Masofamiz boshida 6 km uzoqlikda edi. Qaytganda 0 bo'lib qoldi. Demak, u 6 km masofani bosib o'tgan. Vaqtimiz harakat boshlagan joydan to'g'ri tushib keladigan bo'lsak, 9 da harakatni boshlabdi, 11 da tugatibdi. Demak, 2 soat yurgan. 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, javob 3 chiqadi. Mile per hour. Milda soatga bo'ldik. Demak, 3 o'zi javob. 3 yozish yetarli. Boshqa hech qanday qo'shimchalar kerak emas. O'n uchda mana bu gaplarga qarab rasmni chizing deb grafikini. B'sida agar film 18:45 da boshlanadigan bo'lsa, Teddy filmning boshlanishiga yetib kela oladimi deb so'ragan. Bunaqa savolga yes yoki no bilan javob beriladi. Aniq qilib, lo'nda qilib. Boshqa gaplarni ko'p yozib olgansizlar, lekin savolga javob beradigan gapni yozilmagan. Xato bo'lgan javoblarda yes or no bilan boshlash kerak. 18:45 ga yetib keladimi, yo'qmi? U 19:00 da kelyapti uyga. Demak, u yetib kela olmaydi. No bilan boshlanadi. Teddy 19 ga yetib kelyapti, 18:45 ga yetib kela olmayapti. Shuni tushuntirib yozsanglar bo'ldi. Bitta gap ham yetarli. Savolga javob bo'lmaydigan 10 ta gapdan ko'ra. Va nihoyat oxirgisida
ayonning o'rtacha tezligini toping degan. Ayon mana bu grafik bo'ladigan bo'lsa, ketgan vaqtda 0 dan 20 gacha to'g'ri kelyapti. Mana. Demak, tayimiz 20 minut. Lekin bizdan kilometr taqsim soatda so'ragan. Buni soatga o'tkazib olamiz. Minutdan soatga o'tkazish uchun bo'linardi 60 ga. 20 taqsim 60 bo'lib qoladi. Hourda. Bosib o'tgan masofamiz 0 dan 4 gacha, demak 4 kilometr bo'lyapti. Tezlikni topish uchun endi s'ni tagiga bo'lsak bo'ladi. To'g'ri birliklarga o'tib olganimizdan keyin 4 ni bo'lamiz 20 taqsim 60 ga. Kasr ko'paytirish bo'lib ketadigan bo'lsa, 4 ko'paygan 60 taqsim 20 bo'ladi. Bularni qisqartiradigan bo'lsak, 60 bilan 20 qisqarsa tepada 3 bo'ladi. 4 kare 3 12 bo'ladi. Tezligimiz 12 kilometr taqsim soat ekan. Ba'zida qachon ikkala bolani masofasi bir xil edi, bir xil masofada edi, bir-biriga yetib olgandi deb so'rayapti. Bir kishi to'g'ri javob bergan ekan shu savolga, qolgan hammada xato ekan. Chunki bu 12 bilan tekis ketmayapti. 12 dan ozgina o'ngroqqa surilgan vaqtda ikkalasi teng bo'lyapti mana bu nuqtada. Elektron tashlagan bilan yaqinlashtirib qarasa nima bo'lardi? 0 dan 4 gacha bo'lgan masofani 10 ta kadakka bo'lgan bo'lsa, demak bitta kadak 0.4 ga to'g'ri kelyapti. 12 dan keyin bitta kadak surilgan joy 12.4 minutga to'g'ri keladi deb olish kerak edi javobni. Shuning uchun ham ko'pchilikda xato. Va eng ko'p qilingan xatolardan yana bittasi, poygada kim yutdi, qanchaga yutdi deb so'ragandan keyin sizga qanaqa qilib javob berishni aytib qo'ygan. Winner was Ayan. Bu to'g'ri. Buni ko'rish oson. Mana Ayan ertaroq kelgan. Lekin necha minutga deb so'ramagan. Bu yerda m deb faqat metr qisqartiriladi xolos. Minutni qisqartirib hech qachon m deb yozilmaydi. Ko'pchilikning javobida Ayan 2 minutga yoki 4 minutga, nechadir minutga ertaroq kelgan deb yozilgan. Bu so'ralgan, talab qilingan javob emas. Bizda necha metrga yutganini so'rayapti. Masofani topish uchun Ayan yetib kelgan mana vaqtda uni sherigi Paul qancha masofa orqada edi, shuni bilamiz. Buning uchun o'sha vaqt chizadigan bo'lsak, ikkalasi ham qaysidir masofalarda kesishadi. Ayan mana 4 ga yetib kelgan bo'lsa, 4 kilometr masofaga, o'sha vaqtda Paul undan 4 ta kadar pastroqqa 3.6 kilometr masofaga yetib kelgan ekan. Shunda Ayan Pauldan 0.4 kilometrga o'tib ketgan, lekin bizdan savolni metrda so'ragani uchun metrga aylantiramiz. 1000 ga ko'paytirsak 400 metr chiqadi. Ayan 400 metrga oldinlab ketgan. Xuddi shunaqa javob yozsangiz to'g'ri bo'ladi, xolos. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu yergacha ko'rib chiqqan bo'lsangiz. Keyingi savollarda e'tiborliroq bo'lamiz. Nimani so'raganiga yaxshilab e'tibor berib, to'liq javob berishga, aniq javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.